Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Limitless kanali va bugun Counter o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Texas qurollarni olamiz, har doimgidekcha xavf turuvchilardan foydalanamiz. Doimgidek taktika. Ehtiyot bo'lib o'ynash kerak demoqchi edim. Hozir biza hard rejimida qo'yib o'ynayapmiz. Ehtiyot bo'lib o'ynashingiz kerak shuning uchun. Endi nimchadan doim olib turish kerak. Ketdik. Birinchi o'rinda Tiger. Juda bir balandorga osiladi deyman. Wow! Plus poyla o'tgan ekan, Krisa. Olamiz. Kettu deydi-ku. Birinchi ovqat turuvchilar otamiz. Hech bir avtomat ololmaymiz-da. Avtomat olaylik-ku. O'zim bilaman hammangga deydi-ku. Mana pulimizga yarasha avtomatdan bermaykan. Tak, buni olamiz. Ana endi bu yog'i daga bo'ladi. Qimillab o'ynash kerak-da o'zi bu botlar. Bot deymiz-ku. Har rejimida qattiq o'ynaydi bular. Ehtiyot bo'lib o'qlarga qarab yurmasak. Yaxshi. Birinchi g'alabani qo'lga kiritdik. Bu yog'i menimcha oson bo'lsa kerak. Va mana yurakchani ishlatmasdan o'ynashga harakat qilamiz. Gol chiqib qoladi. Vah! Qochay dedim. O'zimni giray deb o'ylabman. O'zimni superman deb o'ylabmanmi bilmayman. O'pda ko'ngil cho'ktirmaymiz. Birinchi o'rinda doim o'yinimiz. Kamina-yu kamtarin. Avtomat olib qimillab o'ynashimiz kerak. Bir joyga turib o'tsak. Vay! Do'stlar, biz birinchisidan balandorga osilib qo'yibmiz. Har bilan normallar o'rtasiga qo'ydik mana. Juda bir pasayib mayda gap bo'lib ketmaylik. Bizda ham obro'yimiz bor ya. Obro'yimizni o'ylagan holda. Ko'ramiz endi natija beradimi, yo'qmi? Ovqat turuvchi olamiz. Bir tenga qimmat bu ham. Qotib qoldi do'stlar, yana nima bo'ldi ekan? 8 jonimiz qoldi. Jon to'ldirib chiqamizmi? Bo'pti.
Yetib bo'ldi endi. Bu yo'lda ehtiyotli o'ynashimiz kerak. Avtomatni o'zgartiramiz. Menimcha eng zo'r avtomat mana shu bo'lsa kerak. Yana bilmadim, menga aynan shu avtomat yoqadi. Tak, chiqqandan yo'q, qimillab o'ynaydi. Wow. Hech yo'q, birinchi o'rinda turibmiz. Bizda ham botlardan farqimiz bor. Izolyatsiya qilyaptimi deyman bizga. 2000 beraman. O'zingni tikla deganda qilyaptimi deyman. Do'stlar, izolyatsiya qilib. Ya. Qanday o'tyapti? Voy. Do'stlar, o'ylab qarasam, bu ham bizga sal qiyinlik qilyapti. Biz o'zimizni normal rejimda o'ynab normal o'ynashga harakat qilamiz. Tak, yozyaptimi? Yozayotgan ekan, yaxshi, 7 minut bo'ldi. Shuni o'ynaylik, keyin boshqa nimaga o'zgartiramiz. Bizda bo'lmaydi bu. Kimga ehtiyot bo'lish kerak? Vay! Cho'jon oluvdi ya. Bular kuchli o'ynayapti bular. Zonani o'zgartirmasak bo'lmaydi shekilli. Yana o'sha bu safar qattiq o'ynashga harakat qilamiz. Ya, o'tgandan chiqadi o'ylanmanda. Voy. Bunday kuchli bular. Hop, mana sekin. Bunday qilib olsak. Ma deydi-ku. Buni to'qib olamiz. Tak, ya. Vay, yomon tez burilibdi bular. Bilmayman, yo bugun. Nima asab qo'ynayapti. Bu videoni. Hech yo'q. Qanday ko'rilgan bo'lsa shundayligicha joylaymiz YouTube'ga. Do'stlar, YouTube kanalimizda yangi bo'lsalar, obuna va like tugmasini bosishni unutmanglar.
hozircha. Sekin o'zimiz tikla olyapmiz do'stlar. Yaxshi uxlaymiz. Tamam. Tamam. Krisa. Nima bittasan? Men seni topdim, men seni ko'ryapman. Nega? Sekin. Hali bizda ham gullagan davrlarimiz keladi. Biz ham bir ikkitasini pichoqlab. Vay. Yaxshi. Assalomu alaykum, biratim. Yo'q. Nima ishlaymiz hali? Assalomu alaykum. Hoppa do'stlar, kuchayib ketdikmi deyman? Yaxshi, bizni ham nima bo'ladi? Bizni ham davr keldi. 29 ga 2. Birinchi o'rindamiz. Yozyaptimi? Yaxshi. Hop, yaxshilab qurollarni olamiz. Ay. Oklarimiz. Sekin. Har bir botligiga boradi-da bular. Hech odam bo'lma. Mana. Hoppa, akara. Yaxshi kuchayib ketdik biz. Boya men bor mahoratimni ko'rsatmayotgandim-da. Qayerga ketdi bu endi? Mashinadan spark etib chiqib qoladi. Yaxshi. Mana. Yaxshi. Chaqiramiz. Bilasizlar, bizda tengilargani yo'q. Boshqa zonalarda ham tekshiramiz, qaysi biri o'ynasak. Ana qani. House-ga o'ynab ko'ramiz. Doimgidek qurollarni olamiz. 100% shaymiz. Vay! Ya. Qayerdan o'tyapti bular? Krisa o'ynamasa bo'lmaydimi, deyman. Arqadan hujum qilamiz. Bu safar arqadan hujum qilamiz. Bo'lmadi bu. Ketdik. Xo'sh. Hozir ko'taramiz. Nas bosdi bu o'yinimiz. Boshlangandan nas bosdi. Nima shu bugun chap tomonimiz bilan turdikmi?
Bunaqalardan yursak, lekin bunaqalardan diyorlar tomondan o'tish kerak-da. Ikkinchi o'rindamiz. Tiger otib ketdi, yaramas Tiger. Hatırlayalım Tiger'da. Real qilamiz. Men boshqa qaratyapman. Tiger o'ldikmi Tigerni? Bo'lamancha. Sekin mana buni aylanib Krisa rejimini qo'shamiz. Denik. Yanlar. Tiger qan Tiger. Ko'nglim bir notinchlikni sezyapti-da. Yo'q. Voy. 2 ga 10 qolganmiz. Yo. Adolatsizlik bo'lyapti bu yerda. Yo, meni o'yinim chiqmayapti. Yo, rostdan ham bu botlar kuchayib ketdi. Nima qatyapti endi bu? Headshotlarda sekin. Bugün atmoqchi edim. Hali do'stlarga ham imkon berdik. İki shot to'la o'yinda. Hoppa. Archer. Archer'da o'ldiribdi ha. Al-qasos va minal haq. Vay. Ana bu lazım. Hayya. Lan hoppa kala. Ya qedan o'tdi bu o'zi. Voy. Anolar nima qilyapti? Mana 6 kishi. Voy. Yozyaptimi yaxshi. Qayerlarga ketib qoldim? Ne yurtlarga ketib qoldim? Elim ağrıyor. Sekin. Şpak. Yaxshi. 3 qoldi. 2 qoldi. Hozir men boryapman. Bitta qoldi, bitta. Men o'zim olib chiqsam, ner ustiga a'lonir bo'ladi. Hozir topib olaman.
Yaman krisa o'ynaydilar. Voy. Hop, bugunga yetadi o'ylayman do'stlar. Hammaga kuzatganlaringiz uchun rahmat. Yana bir bor taklif o'taman. Like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying.